Ivan Turgenev. Bahor toshqinlari. Dmitriy Pavlovich Sanin o'z kabinetiga qaytganda kechasi soat 2lar chamasi edi. U kamin oldidagi kresloga o'tirdi-da, yuzini qo'llari bilan bekitdi. Hech qachon o'zini shu qadar horg'in va g'amgin sezmagan edi. Boshlarini bir silkib olib, o'zini o'ylardan olib qochmoqchi bo'ldi-da, xonani aylanib chiqdi. Yozuv stolining tortmasidagi xatlarni titkalay boshladi. Sarg'ayib ketgan, lentaga bog'lab qo'yilgan qurigan atirgulni va xatlarni olib kaminga tashladi. Qo'liga tushgan bir qutishani ochdi. Quti ichida esa kichkinagina yoqut ko'zli but yotar edi. Sanin qandaydir bir narsani esladi. Nega endi shu bugun? Xuddi shu bugun-a. Oh, Gemma. Eslayman. Bu 1840-yilning yozida bo'lgan edi. O'sha paytlarda endigina 22 ga kirgan, oilasiz, hech narsadan tashvishim yo'q yigit edim. Tog'amdan merosga qolgan pulga chet ellarda sayohat qilib kelish uchun jo'nadim. Frankfurtga kelganimda faqat Rossiyaga yetib olishgagina yetadigan pulim qolgan edi. Dilijans jo'naguncha shaharni aylanib chiqmoqchi bo'ldim. Giovanni Rosellining Italyan baqqolxonasi degan afisha osilgan uyga kirdim. Do'konda hech kim yo'q edi. Shu payt ichkari eshik ochilib, 18-19 yoshlardagi bir qiz yugurib chiqdi. Tezroq yuring bu yoqqa. Uni qutqarishga yordam bering. Nima? Iltimos qilaman. Tez bo'ling, tezroq kela qolsangiz-chi. Beixtiyor qiz boshlagan xonaga kirdim. Divanda 14 yoshlar chamasidagi bola hushsiz yotardi. Bolaning ko'zlari yumuq. Voy sho'rim. U o'lib qopti. Hozirgina yonimda gapirishib o'tiruvdi. Birdan yiqildi-yu, qimirlamay qoldi. Oyimlarning ham yo'qligini ayting. Pantaloni. Labay. Doktorga bordingmi? Signora, o'zim borganim yo'q. Luizani yubordim. U chaqqonroq tez borib keladi. Men mana suv olib keldim. Axir ungacha Emildan ajralib qolamiz-ku. Voy afandim, siz nima deysiz? Nahotki siz ham yordam bera olmasangiz? Undan qon olish kerak. Miyasiga qon yugurganga o'xshaydi. Yo'q, qon yurgan bunday bo'lmaydi. Bola hushidan ketib qolgan xolos. Qani, menga bitta cho'tka beringchi. Xo'p bo'ladi. Bor tezroq. Boshdan suv quymaymizmi? Hozircha hojat yo'q. Tezroq cho'tkani olib keling. Bor tezroq. Mana afandim, bir emas ikkitasi. Tezroq yigitchaning kiyimlarini yechib, badanini ishqalang. Xo'p. Yaxshilab. Yaxshilab. Tezroq. Oyoqlarini ham. Voy. Qimirlayapti. Emilio. Ko'zini ochdi. Kulyapti. Emilio. Azizim. Emil. Oyijon, nima bo'ldi oyijon? Uni qutqarib qoldik. O'tiring, oyijon, tiring. O'zi nima gap? Hech narsadan xabarim yo'q, kelyapsam. Doktor bilan Luizani ko'rib qoldim. Aytganday. Marhamat, doktor. Qani meni o'tib olaychi? Cho'tka bilan ish qiladilaringmi? Juda soz. Yaxshi qilibsizlar. Endi men bora qolay. Ketyapsizmi? Sizni majbur qila olmayman. Ammo kechqurun biznikiga keling. Siz bizga shunday yaxshilik qildingizki, siz sababchi bo'lib ukam bir o'limda qoldi.
go'zallik, qirradan kelgan burni, yosh bolalarnikdek bo'rtib chiqqan lablari, qahrabog'dek mayin rangi, jingalak zulflari muncha yarashgan, ko'zlari ham yonadi-ya. Kelasizmi? Keling. Axir sizni kimligingizni bilib tanishib olaylik. Bizni quvonishimizga qo'shilib quvonishingizni istardim. Bugun Berlinga ketishim kerak. Berlinga? Berlinga ulgurasiz. 1 soatdan keyin keling. Men shokolad tayyorlab qo'yaman. Kelishga va'da berasizmi? Ha, kelaman. Albatta kelaman. Afsonalardagi kabi tengi-yu go'zal uning qo'llarini mahkam qisib o'zi ichkari xonaga otildi. Sanin ko'chaga chiqdi. 1 soat o'tar o'tmas yana qaytib kelganda Saninni xuddi eski qadrdonlardek kutib oldilar. Keldingizmi? Juda xursandman afandim. Keling, marhamat. Mana bu joyga o'tiring. Kelganingiz juda yaxshi bo'ldi. Xavotirda edim. Xo'sh, avval tanishib olaylik. O'zingiz kim bo'lasiz, marhamatli mehmon? Men rusman. Familiyam Sanin. Ismim Dmitriy. Yevropani sayohat qilay deb chiqqan edim. Qaytyapman. Nomingiz menga juda yoqdi. Umuman ruslarni men juda hurmat qilaman. Dmitriy. Menga ham yoqadi nomingiz. Meni nomim Leonora Rozelli. Bolalarimning otasi marhum Javan Battista. Bundan 25 yil muqaddam shu yerga oilamizni ko'chirib keldi. Boqqalchilik qila boshlagandi. Rahmatli erim Viginislik. Ancha o'jar, bir so'zlik, ammo nihoyatda yaxshi odam edi. U yoqni surishtirsangiz, respublikachi edi. Respublikachi. Men bo'lsam, go'zal Parma shahridanman. Endi butunlay nemislashib ketdik. Bor bisotimda mana shu qizim u o'g'ilginam bor. Mana oilamiz bilan ham tanishib oldingiz. Ammo boqqalchilik ishimiz rahmatli erim davridagidan ancha orqaga ketdi. Bechora uddaburoq edi. Xudoga shukr qiling, hali ham yomon turmaysiz-ku. Ha, aytgandek mana bu kishi Pantaloni, oilamizni faxri a'zosi. U bir vaqtlar operada umumiy ashulalar aytib yurgan. Keyinchalik o'z kasbidan voz kechib bizga kelgan katta do'stimiz. Oyijon, mehmonimizni faqat gap bilan mehmon qilasizmi? Yeb ichib o'tasizlar-da. Oling, mehmon oling. Qizim, sen shokoladdan quyib tur. Ana u tortni kes. Oling mehmon, oling. Rahmat. Xo'sh, Rossiyaning iqlimi qanaqa? Aytishlariga qaraganda, u yerda doim qor va yomg'ir yog'armish, ha? Yoz fasli butunlay bo'lmas emish. Odamlarning egnidan sira po'sti tushmas emish. Yo'q, juda unchalik emas. Yozda ko'ylakchan yuradigan vaqtimiz ham bo'ladi. Men juda rus muzikasini yoqtiraman. Bir ashla aytib bering. Aytib berardim-ku, juda no'noqman-da. Bo'lmasa, Jemma Malts komediyalardan o'qib bera qolsin. Juda boplaydi-da. Emilio, har doim qayoqdagi gaplarni topasan. Soat 10 ham bo'libdi-ku. Endi men bora qolay. Menga ruxsat. Nega? Bugun Berlinga ketishim kerak. Dilijansdan bitta joyni olib qo'yganman. Dilijans qachon ketadi? 10:30 da. Baribir yetib bora olmaysiz. Qoling. Qoling. Xo'p. Mayli. Endi bir necha kun Frankfurtni aylaning. Shoshilib nima ham qilardingiz? Boshqa shaharda bu yerdagidan ham yaxshi bo'ladi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Har qanaqangi yaxshi joy ham bizni yerlarga yetmaydi. Bahonada Jemmaning qallig'i Klyubr bilan ham tanishib olasiz. Bugun u kishi magazinda band bo'lganlari uchun kela olmadilar. Kuyovimizning do'koni shahar bo'yicha taniqliq. Eng katta do'konlardan biri. Shu kuni Sanin soat 12 ga zang urganda xayrlasha boshladi. Xo'p, mayli. Bo'lmasa xayr. Faqat ertagacha. Albatta ertagacha. Ha. Ertagacha. Sanin mehmonxonaga kelib yechinib o'rniga yotganda ham quloqlaridan Jemmaning qaylug'i degan so'z nari ketmasdi.
Ertasiga ertalab hali u kiyinib ham bo'lmasdan kelner kirib keldi. Sizni eshik oldida ikkita janob kutib o'tirishibdi. Ayting kirsinlar. Xo'p bo'ladi. O, kelinglar, kelinglar. Salom, Qani, salom. qani, marhamat. Marhamat, o'tiring. Emilio, mana bu yerga o'tir. Yanglishmasam, siz janob Kluber bo'lsangiz kerak. Ha, menga ham sizning haqingizda so'zlab berishdi. Bo'lajak qarindoshim Qayliqning ukasiga qilgan yaxshiligingiz uchun minnatdorman. Men ham sizga biror narsada foydali bo'la olsam, behad quvonardim. Rahmat. Xursandman. Kechirasiz, juda ishimiz ko'p edi, men boray. Ertaga frau Leonora va Freylin Jemmalarini Sodinga saylga olib bormoqchi edim. Siz ham birga bo'lsangiz xursand bo'lardik. Iltimosimizni qaytarmasangiz kerak deyman. Rahmat. Albatta boraman. Ertasiga frau Leonora betob bo'lgani uchun Jemma, Kluber, Sanin va Emiliolar otlanib o'zlari sayrga jo'nashdi. Soden uncha katta bo'lmagan shinamgina shaharcha bo'lib, Frankfurtdan atigi yarim soatlik yo'l ekan. Sanin Jemmadan ko'zini uzmas. Kuyovi oldida o'zini qanaqa tutishini kuzatib borar edi. Jemma o'zini juda oddiy tutar, ammo odatdagidan kamgaproq, siporoq ko'rinar edi. Kluber Jemmani atrofida unchalik parvona bo'lmas. Hatto ma'lum darajada unga nisbatan befarq ham edi. Kluber faqat Jemmaga emas, hamma narsaga ham, hatto kishini hayratga soluvchi Sodenning ajoyib manzarasiga ham befarq edi. Soat 12larga yaqin hamma Sodenning eng yaxshi traktillaridan biriga ovqatlanish uchun kirishdi. Yon stolda Mayni garnizonining bir nechta ofitserlari ichishib o'tirishar edi. Ulardan biri o'rnidan turib Jemmaga yaqinlashdi. Men butun Frankfurtga dong'i ketgan, go'zallarni go'zali bo'lgan mana shu qiz uchun ichaman. Va uning evaziga husnda tengsiz sarvinozning qo'llari bilan uzilgan mana bu gulni olaman. Bu nimasi? Qanday surbetlik? Kelner. Marhamat qilib biz bilan hisoblashib oling. Axir bu qanday gap? Sizlarning qahvaxonangizga tuzoroq odamlarning kelishi bo'lmas ekan-da o'zi, ha? Nega? Sizning hozir qilgan ishingiz, muhtaram ofitser afandim, mundiringizga va vijdonli kishiga yarashmaydi. Siz tarbiyasiz, o'ta ketgan shilqim ekansiz. Xo'sh, siz bu qizni kimi bo'lasiz? Kuyovlarimi yoki akalarimi? Men unga butunlay begonaman. Men rus kishisiman. Ammo bunday surbetlikni ko'rganda o'zimni chetda tutolmayman. Mana, marhamat. Mening kartochkam, adresim. Izlab topishingiz mumkin. Ertaga ertalab ijozatlari bilan huzuringizda bo'laman. Marhamat. Kluber Sanin bilan ofitserlar orasida bo'lib o'tgan suhbatni eshitgan bo'lsa ham, o'zini payqamaganga soldi. Jemma jim turar. Ammo uning ko'rinishidan haddan tashqari g'azablangani sezilar edi. U o'z qaylig'ining xatti-harakatidan uyala boshlagan edi. Ertasiga ertalab Sanin ofitserlarni kutib o'tirganda Pantaloni Jemmadan maktubcha olib keldi. Jemma bo'ladigan voqeadan xabardorligi uchun xavotirlanayotganligini yozibdi. Pantaloni afandim, Xo'sh, xizmat. kechagi gaplardan xabaringiz bo'lsa kerak. Ha, Emil kelishi bilan aytib berdi. Meni o'sha shilqim duelga chaqiribdi. Bormoqchiman, ammo sekundantim yo'q. Borishingiz shartmi? Albatta. Bormasam butun umrga o'zimni sharmanda qilgan bo'laman. Mabodo men rozi bo'lmasam, boshqa sekunddan topasizmi? Albatta. So'zsiz qidiraman.
Shunday deng. Kelib bir afandimchi. U kishi nima deydilar? Umi, u hech narsa. Yigitlik hayfi o'shanga. Shunaqa ham bo'ladimi kishi? Har holda sizga ming rahmat. Minnatdorman. Sekundant bo'lishga mayli roziman. Xo'sh, duelning yo'l-yo'riqlari haqida suhbatlashib qolaylik. Siz raqibingizga nisbatan haddan tashqari shafqatsiz bo'lasizmi? Juda unchalik emas. Ammo kechagi fikrimni ham o'zgartirmayman. Yaxshisi, hozir raqibimning ham sekundanti kelib qoladi. U bilan kelishasizlar. Marhamat, kiring. Ana, sekundant janoblarining o'zlari ham keldilar. Podporuchnik Viktor. Janobi Pantaloni, kasbim artist. Sekundantlar tanishgach, Sanin qo'shni xonaga kirib ketdi. Uzoq tortishuvdan so'ng sekundantlar baron von Dongyev va janobi Saninlar duelni ertaga soat 10 da Ganau yaqinidagi o'rmonda boshlashadi. Har ikkalasining o'rtasidagi masofa 20 qadam. Ikkalasi ham sekundantlarning ishorasi bilan 2 marta otishishi mumkin degan qarorga kelishdi. Sanin kechki payt sof havoda aylangani ko'chaga chiqdi. Osmonni yulduzlar chamani qoplagan edi. Ularning hammasi qip-qizil loladek g'uj-g'uj bo'lib nur bilan o'ynashadi. Sanin ohista qadam tashlab ko'chani oxirigacha bordi. U Razelli boqqolxonasi oldidan o'tar ekan, derazalarning biri ochildi. Janob Dmitriy, Jimmi? bugun siznikiga hech kim bordimi? Ha? Bittasi keluvdi. Kelishdik. Hamma ish xamirdan qir so'rganday osongina bitdi. Janob Dmitriy, shu bugun kuni bilan sizga bir narsani aytib bermoqchi bo'ldim. Jur'at qila olmagan edim. Mana hozir tasodifan ko'rib qolib, berishga qaror qildim. Oh, Jim. Bu o'sha gulku. Ha. Oling. Bu gul o'zingizga nasib bo'lgan ekan. Rahmat. Birdan kuchli bo'ron ko'tarildi. Yer ham titrab ketganday bo'ldi. Esib kelgan kuchli yel Saninning shlyapasini uchirdi. Jemmaning qora zulflari tebralib ketdi. Saninning boshi shunday derazaga to'g'ri kelgan edi. Ikki qo'li bilan uni boshini ushlab bag'riga bosdi. Sanin garchi uyga shlyapasiz qaytgan bo'lsa ham uni payqamadi. Yozgi osuda tunning bir daqiqalik bo'ronida Jemmaning go'zalligiga ishonch hosil qildimi yoki uni sevib qoldimi, o'zi ham payqamas edi. Xuddi o'sha dovuldek kutilmaganda bir zumda uni muhabbat egallab oldi. Kelib shu paytda duel nimasi? O'ldirib ketsa-ya? Bordi-yu o'ldirmadi. Unda nima bo'ladi? Baribir birovning qaylig'i. Unisi ham mayli-ku. Jemma meni sevarmidi? Sevgani bilan nima chiqdi deysiz? U birovning xasmi. Shunday go'zal qiza. Mana u hadya qilgan gul. Qanday xushbo'y. Hech qaysi gulning hidiga o'xshamaydi. O'rniga yotmay, kiyimlari bilanoq o'zini devonga tashladi. Ertasiga ertalab belgilangan paytda Sanin o'z raqibi bilan uchrashdi.
Ammo ofitser o'z aybiga iqror bo'lgani uchun duel bo'lmadi. Sanin u yerdan qaytgach, o'z xonasida bir necha soat qattiq uxladi. Marhamat. Kechirasiz. Sizni bir ayol ko'rmoqchi. Xo'p. Ayting, kira qolsin. Xo'p bo'ladi. Jemma bo'lsa kerak. Marhamat qil janob Dmitriy. Raselli xonim, sizga nima bo'ldi? Nima gap o'zi? Tinchlaning. Yig'lamasdan gapirib beringchi, nima gap o'zi? Voy, qaysi birini aytay? Men juda ham baxtsiz ayol ekanman. Baxtsizman deysizmi? Baxtsiz ham gapmi? Baxtim qora ekan. Hech kutilmaganda ya, tavba. Nima bo'ldi o'zi? Gapirsangizchi. Mana suv ichib oling. Yo'q, rahmat. Axir men hammasini bilaman, hammasini. Hammasini deganingiz nima o'zi? Tushunmayapman. Bugun bo'lib o'tgan voqealarni duelning sababi menga ayon. Siz vijdonli odamning ishini qilgansiz. Lekin mana bu baxtsizlikni qarang. Aytdim-a, o'zi shu sodinga qilinadigan saylga hech oyog'im tortmagandi. Hozir ham sizni vijdonli, aqlli odam deb, menga do'st kishi deb maslahatga keldim. Siz bilan tanishganimizga atigi 5 kun bo'lsa ham sizga ishonaman. Qizim. Qizingizga nima bo'ldi? Qizim Jemma bugun Kluberga turmushga chiqmasligini qat'iy bildirdi. Axir bu sharmandalik-ku. Qiz bolaning erkak kishiga rad javobi berishi 7 iqlimda eshitilmagan yangilik. Bundan tashqari janob Dmitriy, bu biz uchun butunlay xonavayron bo'lish degan so'z bo'ladi. Do'konimizdan kelayotgan daromad bilan biz ko'pga bora olmaymiz janob Dmitriy. Kluber bo'lsa boy, keyinchalik bundan ham boyib ketadi. Shu Jemmaning yonini olib, duelga chiqmagan uchun undan voz kechish kerakmi? U sersavlat, dongdar savdo xodimi bo'lsa, qandaydir bachkana ofitser bilan olishib o'tirishi shartmi? Shunga ham xafa bo'ladimi kishi janob Dmitriy? Frau Leonora, bu gapingiz bilan meni qoralayapsiz chamamda. Yo'q, men sizni hech qoralamayman. Siz butunlay boshqa odamsiz. Siz barcha ruslar kabi harbiy kishisiz. Axir tushuning, men hech... Siz chet el kishisiz. Men sizdan xursandman. Axir Kluber xaridorlari bilan urushsa, qanday qilib savdo qiladi? Aqlga to'g'ri kelmagan gap. Endi men yo'q, qizim rozi emas degan javobni berar emishman. Axir tirikchiligimiz nima bo'ladi? Ertagayoq bu xabar butun shaharga tarqaladi. Nima qilishimni ham bilmay qoldim. Jemma haddan tashqari o'jar. Faqat sizgina uni ko'ndirishingiz mumkin. Siz olim odamsiz, yaxshi odamsiz. Siz uning uchun joningizni ham ayamadingiz. Sizning gapingizga kiradi. Men hech narsa qila olmadim. Butun ishonchim sizda. Unga yaxshilab tushuntiring. Men hozir tish cho'kishga ham tayyorman. Frau Leonora, qo'ysangizchi. Va'da berasizmi? Axir, Frau Leonora, men qanday qilib... Yo'q. Va'da berasizmi, yo'qmi? Bo'lmasa hozir ko'z oldingizda men o'zimni bir narsa qilib qo'yaman. Mayli. Qo'limdan kelganini qilaman. Freylin Jemma bilan gaplashib ko'raman. Yashang. Rahmat. Iloyim baraka toping. Ammo natijasi qanday bo'lishiga kafil bo'la olmayman. Yo'q. Unday demang. Agar siz astoydil gapirsangiz, natijasi yaxshi bo'ladi. Men gapirsam gapni cho'rt bo'ldi qo'ydi. O'zim xuddi rahmatlik otasiga o'xshagan o'jar. O'jar? Shu Jemma-ya? Ha, o'jar. Lekin shu bilan birga u go'zal farishta. Baribir siz nima desangiz o'shani qiladi. Tez borasizmi? Kechikmang, xo'pmi? Men ketdim. Tez boring. Xo'p. Ana xolos. Ish endi chappasiga ketdi. Boshim aylanib ketyapti. Nima bo'layotganiga aqlim yetmayapti. Jemma o'jar emish. Yana men unga nasihat qilarmishman. Nasihat bo'lganda ham yana qanday nasihat? Va'da qilgandan keyin bormay ilojim yo'q. Jemma. Mening hozirgi holatimni tushunsang eding. Sen bilan uchrashish, seni o'zim ham istamagan narsaga ko'ndirish.
Mayli. Nima bo'lsa bo'lar. Xayriyat janobi Dmitriy. Men sizni kutayotgandim. Kelmay qolasizmi deb tashvishda edim. Sizning iltimosingizni qaytararmidim? Boqqa chiqib qoling. Hozir u o'sha yerda likopchilarga olcha teryapti. Menga qarang. Sizga ishonaman, albatta ko'ndirasiz. Xo'p. Xo'p. Janob, keling. Jimmi? Yoningizda o'tirsam maylimi? Bemalol. Bugun bir o'limdan qoldingiz-ku. Juda xotirjam ko'rinasiz. Sizga kimdan ravo ayta qoldi? Biz Emil bilan xavotir olib, sizni o'rmagasha kuzatib bordik. Keyin daraxtlar orqasida berkinib turib, barcha voqeani kuzatdik. Bilaman. Siz buni men uchun qildingiz. Rahmat. Men buni hech qachon unutmayman. Axir Jimmi? Men buni hech qachon unutmayman. Freylin Jimmi? Labay. Oyingiz sizga hech narsa demadilarmi? Nima haqda? O'zingiz to'g'ringizda. Siz bilan gaplashdilarmi? Ha. Xo'sh. Nima dedilar sizga? Ular sizning avvalgi fikringizdan to'satdan aynib qolganingizni aytdilar. Qanaqa fikrlarimdan? Kelajagingizga aloqador bo'lgan fikrlaringizdan. Kluber janoblari haqida demoqchimisiz? Ha. Oyim Kluber bilan turmush qurishdan bosh tortganimni aytgandirlarda. Ha. Sizga nega aytdilar? Nega deysizmi? Oyingiz o'tgan shu qisqa vaqt ichida bizni juda do'stlashib ketgan deb o'ylaydilar. Shuning uchun ham mening maslahatimga kirishingizga ishonadilar. Xo'p. Siz qanday maslahat berasiz? Jimmi? Nega mening ko'zimga qarashdan o'zingizni olib qochyapsiz? Men siz aytgandek qilaman. Janob Dmitriy, maslahatingizni ayting. Maslahatimmi? Oyingizning aytishlariga qaraganda, siz o'tgan kuni Kluber ofitser bilan uchrashmaganiga aynigan emisiz. Faqat shuncha ekan. Har holda Kluberga rad javobini berishingiz yaxshi emas. Avval yaxshi o'ylab oling. Bu yerda butun oila a'zolarining hayotini ham unutmaslik kerak. Bu gaplarning hammasi oyimniki. Men o'zingizning fikringizni bilmoqchiman. Mening fikrimmi? Men ham Siz ham oyimning? Ha, lekin Juda yaxshi. Agar siz do'stlik qilib, menga avvalgi fikrimdan qaytmasligimni maslahat qilsangiz, men o'ylab ko'raman. Oyim ham sizning gapingizga kirishimga ishonar ekanlar. Ehtimol aytganingizni qilar hamman. To'xtang, Jimmi. Men avval bu qarorga kelishingizdagi sabablarni bilib olay. Xo'p bo'ladi. Aytganingizni qilaman dedim-ku. Oyimlarni hozir borib tinchitaman. Hozir. Ana, o'zlari ham kelyaptilar. To'xtang, Jimmi. Xudo haqqi ularga hech narsa demay turing. Shoshilmang. Men o'z ko'nglimdagini aytay. Yo'q, yaxshisi yozib beray. Siz o'shangacha hech qanday qarorga kelmay turing. Yaxshi. Ha, bolalarim. Jimmi, olchalarni ajratib bo'ldingmi? Xo'p, men hozir. Jimmi. Menga qara qizim. Oyijon. Oyijonim. Siz biroz sabr qiling. Ertagacha maylimi? Faqat shu shart bilanki mendan ertagacha hech narsa so'ramaysiz. Xo'pmi, oy? Senga nima bo'ldi o'zi qizim? Bola bo'lib yig'laganingni ko'rmagandim. Hech, oyijon o'zim. Faqat siz sabr qiling. Ikkalamizga ham biroz sabr qilishga to'g'ri keladi. Mendan hech narsa so'ramang. O'jarligingni tashlaysanmi? Oyijon. O'jarligimni tashlab juda yaxshi, aqlli qiz bo'laman. Sanin bog'dan chiqib yugurgancha o'z uyiga ketdi. U xonaga kirib ulgurmasdanoq titrayotgan oyoqlarini zo'r bilan sudrab stolga yaqinlashdi-da, qo'liga qalam oldi. Jimmi. Qani endi mening hozirgi holatimni bilsang.
uni qog'ozga ham yetarli tushirib bera olmayman. Azizim Jemma, men sizni sevaman. Birinchi bor sevgan kishining butun ixtirosi, butun kuchi bilan sevaman. Qalbimga tushgan bu o't shunchalik tez, shunchalik kutilmaganda olovlandiki, hozir tasvirlashga so'z topolmayman. Hozir mening sizga aytayotgan so'zlarim vijdonli, pok kishining samimiy qalb so'zlari. Unga ishonishingiz kerak. Siz bilan mening o'rtamda anglashilmovchiliklar bo'lmasligi kerak. Ko'rib turibsizki, men sizga hech qanday maslahat bera olmayman. Faqat sevaman. 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 Qalbimda ham, miyamda ham shundan boshqa hech narsa yo'q. Butun qalb izhoriga olib ketgan maktubni berib yuborgan Sanin chiroqni o'chirmay o'zini devonga otdi. Hozir shunday holatda ediki, faqat bu holatni boshidan kechirgan kishigina tasavvur qila oladi. Nihoyat Jemmaning javob maktubi keldi. Men sizdan ertaga biznikiga hech kelmasingizni, hech qaysimizga ko'rinmasingizni so'rayman. Ertaga kun men uchun juda zarur. Keyin sizga tushuntiraman. Bilaman, siz iltimosimni qaytarmaysiz. Chunki Jemma. Oh, Jemma. Xating buncha muloyim, buncha ta'sirchan. Men albatta sening iltimosingni bajarishga tayyorman. Sensiz o'tadigan o'sha bir kun ham o'zingning yoting bilan o'tadi. Ertasiga kech kirganda Sanin Jemmadan maktub oldi. Jemma uni kelgusi kuni ertalab soat 7 ga Frankfurtning markazidagi bog'lardan biriga taklif qilibdi. Soat 7. Kelmasa-ya? Yo'q. U albatta keladi. Ana kelyapti. Jemma, siz mendan xafa emasmisiz? Menmi? Nega sizdan xafa bo'lay? Menga ishonasiz hammi? Yozganlaringizgami? Ha. Ishoning, Jemma. Yozganlarimning hammasi chin. Jemma. Men sizni sevaman. Jemma, ishoning. Ishonishingiz uchun nima qil desangiz ham qilishga tayyorman. Janob Dmitriy, o'tgan kuni menga nasihat qilgani borganingizda ham shunaqa ekanligini sezarmidingiz? Sezardim. Ammo bilmasdim. Men sizni birinchi ko'rgan kunimdayoq sevib qolgandim. Ammo bunchalik bo'lishiga aqlim yetmagan edi. Yana uning ustiga sizning unashili ekanligingizni bilib, o'zimni olib qochishga urindim. Nasihatni oyingizning iltimoslarini qaytara olmay qilmoqchi bo'ldim. Ikkinchidan, nasihatni shunday boshladimki, o'zingiz tushunib oldingiz. Axir oyingizning aytishlariga qaraganda, sizning kuyovingiz Kluberga rad javobini berishingiz katta janjalga sabab bo'lar emish. Janob Dmitriy, bundan keyin Kluberni meni kuyovim deb atamang. Men hech qachon u bilan turmush qurmayman. Bu haqda o'ziga ham aytdim. O'ziga ham aytdingizmi? Qachon? Kecha u biznikiga keluvdi. O'sha oliftagarchiligi. Meni qandaydir yengiltak odam haqorat qilishiga chidolmayman. Ertaga butun Frankfurt meni qaylig'im uchun begona bir kishining duelga chiqqanini eshitadi deb qoldi.
Oyim ham unikini ma'qullab o'tiribdilar. Men shaxsiyatingiz haqida bezovta bo'lmay qo'ya qoling. Men bundan buyog'iga sizni qayrig'ingiz emasman. Bu fikrni butunlay xayolingizdan chiqarib tashlang dedim. Keyin narigi xonaga kirib, u taqdim etgan uzukni olib chiqib berdim. Juda jahli chiqdi-yu, yana manmanligi zo'r kelib, indamay chiqib ketdi. O'zim ham oyimdan eshitmaganlarimni eshitdim. Ammo baribir sizning Mening sevishimni. ha, sevishingizni bilib o'zimni yupatdim. Oh, Jemma. Bunday bo'lishini men xayolimga ham keltirmagandim. Toppa. Frankfurtga bir necha minutgina tushib o'tmoqchi bo'lganimda, xuddi shu yerdan bir umrlik baxtimni toparman deb o'ylamagandim. Rostdan bir umrlikmi? Ha. Butun umrga. Hayotimning eng so'nggi nafasigacha faqat senikiman. Bo'lmasa, yur uyga. Istasang, birga boramiz. Borasanmi? Jonim bilan. Albatta boraman. Agarda sen hozir dengizga o'zingni tashla desang, o'ylamay netmay tashlayveraman. Ular uyiga kichkina pasqam ko'chadan ketishdi. Sanin ham, Jemma ham o'z umrida birinchi marta sevilgan, birinchi muhabbat, bu tinch yosh qalbda katta o'zgarish yasagan edi. Ikkalasi ham hozir xuddi mast kishilarday borishar. Oyi! Oyijon. Ha, Jemma? Mana men haqiqiy kuyovingizni olib keldim. Frau Leonora, Oyi, men qizingizni qo'ying, gapirmang. Men o'lgurning ko'zi ko'r ekan, ko'r. Rahmatli erim bo'lmaganda bu kunlar boshimga tushmas. Jemma, labay. Kresloni deraza oldiga sur. Hozir menga suv ber. Yo'q. Siz menga yaqin yo'lamang. Mayli chiqib ketmang-ku, o'sha yerda o'tira qoling. Frau Leonora. To'g'ri. Siz meni yaxshi bilmaysiz. Har qanaqasiga bo'lsa ham mayli, sinab surishtirib ko'ring. Jemma men bilan juda baxtli bo'ladi. Sizlardan uzoqligini ham sezdirmayman. Bizdan uzoqda. Qani, ikkalang ham menga yaqinroq kel. Qani endi hozir rahmatli erim bo'lsa edi, quvonar edi. Bo'lar ish bo'pti. Kelinglar. Endi bo'ladigan gaplardan gaplashib olaylik. Janobi Kliber Jemmaning oldingi qallig'i hozir 8000 gulden foydaga ega. Yil sayin bundan ham oshib boradi. Janobi Sanin, sizni foydangiz qalay? 8000 gulden. Bizning pul bilan hisoblaganda 15000 ga yaqin. Meniki ancha kam. Mening to'la guberniyasida ozroq yerim bor. Yerimni sotib o'sha pulni sizning baqqolxonangizni tiklashga sarf qilsak ham bo'ladi. Kliber janoblari ham ozroq pul bermoqchi edilar. Oyijon, bu gaplaringizni qo'ysangiz-chi. Qizim, bunaqa narsalarni oldindan kelishib olgan yaxshi. Demak, endi sizning Rossiyaga borib kelishingiz kerak ekanda. Ha, yerni sotishim kerak. Menga ro'molga bob qo'y yungidan olib kelasizmi? Aytishlariga qaraganda Rossiyada juda arzon emish. Xo'p, sizga ham, Jemmaga ham albatta olib kelaman. Xavfsiz ayyornimi? Axir domingizga tushirdingiz-a. Xo'sh, sizlarda to'y qanday bo'ladi?
Ruslarda ham kelin oq ko'ylak kiyadim. Meni Jemmamga qarang. Go'zal malika-ku. Malikalar ham uni oldida ip yesholmaydi. Rost aytasiz. Dunyoda Jemmaga yetadigani yo'q. O'z oti bilan Jemmada. Italyan tilida Jemma degani qimmatbaho tosh degani. Oyijonim, endi meni kechirdingizmi? Ha, ko'rib turibman. Gaplaringizdan bilib turibman, meni kechiribsiz. Tushki ovqatdan so'ng Jemma bilan Sanin birga boqqa chiqdi. Dmitriy, mendan xafa bo'lma. Shuni esingda tut. Sen hamisha xohlagan paytingda erkinsan. Jemma, axir Oyim surishtirgan sizlarning urf-odatingiz to'g'risiga kelganda, mana u sizlarning butingiz. O'zim seniki bo'lganimdan keyin seni dining meniki. Jemma. Mening Jemmam. Shu kuni Sanin allamahalgacha uxlay olmadi. Ertasiga erta uyg'ondi. Uni faqat tezroq yerini sotib kelish tashvishi bezovta qilar edi. Sanin ko'chaga chiqdi. Birdan o'zidan oldinda zo'rg'a yurib ketayotgan bir kishiga ko'zi tushdi. Anavi kishini qayerda ko'rgandim? Gardani, hurpaygan sariq sochlari, bo'yinsiz, shunday yelkasining o'zgagina o'rnatib qo'yilgan o'sha kallani, ikki yondan osilib tushgan semiz qo'llarini qayerda ko'rgandim? Juda tanisha. Nahotki Polozov bo'lsa? Ha, xuddi o'zi. Ey, Ippolit! Ippolit Polozov! To'xtagin og'ayni. Og'aynijon, salomat bormisan? Obba Ippolit Sidrich. Dmitriy, sanmisan? Topding. Yo'l bo'lsin. Bu yerda nima qilib yuribsan? Kecha Vestbadindan keldim. Xotinimga bu xarid qilish uchun keldim. Bugun yana ketaman. Ha, aytganday, seni juda go'zal bir xotinga uylangan deb eshitdim. Kim biladi, shuni deyishadi ish qilib. O'sha pansiondagi tepranmas beg'amliging qolmabdi-da. Ha, o'zgarib nima qildim? Ashlarga qaraganda xotining juda badavlat emish-a? Ha, shunday deyishadi. Axir xotining bilan birga turasanmi? Nima bo'lsa, shunday deyishadi deyapsan yoki Men Dmitriy Pavlovich, xotinimning ishlariga aralashmayman. Qiziq. Hech qanaqa ishga aralashmaysanmi? Ha, hech qanaqa ishiga aralashmayman. U o'z bilganini qiladi, men ham o'z bilganimni. Hozir qayoqqa ketyapsan? Hozir hech qayoqqa ketayotganim yo'q. Ko'chada turibman. Sen bilan gaplashib bo'lgandan keyin mehmonxonaga borib ovqatlanaman shu. Meni ham ulfat qilib olmaysanmi? Mayli, yura qol. Ikki kishi ovqatlanganimiz tuzuk. Sen uncha sergap emassan shekilli, ha? Ha, shunday deyishadi. Yura qol bo'lmasa. Qiziq. Mana shu to'nkaga chiroyli boy xotin qanday qilib tegdi ekan? Xotinini bir olib sotarning qizi deyshadi. Bir gapirishib ko'ray. Ehtimol yerimni shular olishar. Xotinimning ishiga aralashmayman dedi. Shunday bo'lsa ham bir gapirib ko'raychi. Mana yetib ham keldik. Oy, seni qara. O xonamdagi tartibsizlikni ko'rib hayron bo'lma. Bularning hammasini kecha sotib oldim. Hali joylanganimizcha yo'q. Ana u stolning ustidagi narsalarni yerga olib qo'yda, o'tira qol. Xotinim juda shunaqa narsalarga o'shdi. Labbay. Nima deydilar? Xizmatingizga hozirmi? Bizga hozir eng yaxshi taomlardan keltiring. Xo'p bo'ladi. Ha, soat 1larga kareta tayyorlab qo'ying, xo'p? Xo'p bo'ladi. Xo'sh, Ippolit Sidrich. Shunday qilib bu yerlarga qanday qilib kelib qolding? O'qishni bitirgandan keyin 2 yil harbiy xizmatda bo'ldim. Uylanganimga 3 yilcha bo'lib qoldi. Xotinim bilan chet elda yurganimizga 2 yil bo'ldi. Hozir Vestbadinda bilmayman qandaydir kasallikdan davolanyapti. U tuzalgandan keyin Parijga ketamiz. Men yerimni sotmoqchi edim.
Nega sotmoqchisan? Pul kerak og'ayni. Arzongaroq bo'lsa ham sotib yubormoqchiman. Sen ola qolmaysanmi? Men yer olmayman. Ey, ana u yoqni yaqinroq surib qo'y. Ammo xotinimni olishi mumkin. Juda arzon narsaga o'sh. Obbo, nemislar juda befarosatda. Baliq pishirishni bilishmaydi-ya. Keldir. Mana bu matoqni tezroq yo'qoting. Xo'p, hozir. Nahotki xo'jalik ishlarini ham xotining qilsa? O'zi qiladi. Mana bu katta durust ekan. Ol, hey, sen ham yeb ko'r. Men senga aytdim-ku, Dmitriy Pavlovich, men xotinimning hech qanday ishiga aralashmayman. Ippolit Sedrich. Endi xotining bilan qanday qilib uchrashaman? Buning yo'li juda oson. Visbadenga bor. Bu yerdan uzoq emas. Kelner. İngliz gazetasidan bering. Garchisi yo'q edi-ku. Obbo hayvonlar. Sen vaqtni boy bermay, tezroq borib ushlash. Bo'lmasa biz indinga jo'namoqchimiz. Kel, mana bu vinodan qo'yib beray. Juda ajoyib ekan. Qanday qilib borishga hayron bo'lib turibman. Shunchalik zarurmi? Juda zarur og'ayni. Nega buncha shoshilasan? Xo'sh, ko'p pul kerakmi? Ha, juda ko'p. Senga aytdim-ku, o'ylanyapman deb. O'ylanmoqsan. Buncha shoshilish? To'g'ri, juda shoshilyapman. Tezroq bo'lish kerak. Kelin Rossiyada bo'lsa kerak, Yo'q. Rossiyada emas. Bo'lmasa qayerda? Shu yerda, Frankfurtda. Nemkami? Yo'q. Italyanka. Shu yerda yashaydi. Puli ko'pmi? Yo'q. Yaxshi ko'rib o'ynayotganga o'xshaysan, ha? Juda qiziqsan, ha? Axir yaxshi ko'rmay ham uylanadimi kishi? Shunga pul kerak, ha? Ha. Buning faqat bitta chorasi bor. Xotinim bilan uchrash. Agar u xohlasa, bir pasda hojatingni chiqaradi. Agar endingi u yerdan jo'nab ketsanglar, men u bilan qanday qilib uchrashaman? Bilasam, hozir uyingga borib yaxshiroq kiyinda izingga qayt. Soat rosa 1da men bilan birga jo'raysan. Eng yaxshisi shu. Men biroz uxlab olaman. Shunga odatlanganman. Ovqatdan keyin uxlamasam bo'lmaydi. Endi aybi bo'ymasan do'stim, tabiatim shunday bo'lgandan keyin, ha? Unga bo'ysunmay ilojim yo'q. Sen menga xalaqit berma. Juda soz. Men soat 12:30 da shu yerda bo'laman. Xo'p, tezroq keta qol. Ko'zim yumilib ketyapti. Sanin Polozovning oldidan chiqib, darhol Jemmalarnikiga yo'l oldi. Frau Leonora do'konning u boshidan bu boshiga yurib nimanidir o'lchamoqda edi. Jemma ham shu yerda ekan. Kecha siz bilan gaplashgandan beri magazinni yaxshilash uchun kerak bo'lgan narsalarni o'ylayverib boshim qotib qoldi. Mana bu yerga ikkita yaxshi oynali shkaf qo'ysak. Hozir oynali shkaf modaga kirgan. Keyin Juda yaxshi, juda yaxshi. Bularning hammasini keyin o'ylashib ko'ramiz. Hozir ikkalangizga ham maslahatim bor. Baxtimni qarangki, Rossiyaga bormay turib ham ishimiz to'g'ri bo'ladiganga o'xshab qoldi. To'y ham tezlashadi. Visbadenga borib kelsam bo'ldi. nega endi? Qachon ketasiz? Shu bugun, hozir 1 soatdan keyin ketamiz. O'rtog'imga kareta buyurib qo'ydim. Yerni o'shani xotini olmoqchi. Xat yozasizmi? Xotinim bilan gaplashib, gapni bir joyga qo'ydik deguncha xat yozib yuboraman. Do'stingizni xotinini juda badavlat dedingizmi? Juda ham. Uning otasi millioner o'tgan ekan. O'layotganda butun boyligini qiziga qoldirib ketibdi. Bitta o'ziga-ya. Bu ham sizni baxtingiz. Faqat ehtiyot bo'ling. Yeringizni arzon sotib yubormang. Og'ir bosiq bo'ling. Bilaman, qanday bo'lsa ham to'yning tezroq bo'lishini istayapsiz. Lekin har ishda ham ehtiyotkorlik lozim. Shuni unutmangki, qancha qimmatga sotsangiz, Jemma ikkalangizga, bolalaringizga juda yaxshi bo'ladi. Bu to'g'rida xotiringiz jam bo'lsin. Uzoq savdolashib o'tirmay narxini aytaman. Ko'nsa ana, ko'nmasa manada. O'zingiz u ayolni ko'rganmisiz? Yo'q, hech ko'rmaganman. Qachon qaytasiz? Agar yerni olmaydigan bo'lsa indinga. Agar ishim o'ngdan kelsa, 1-2 kundan keyin kelaman. Xo'p. Bizning Rossiyada qilinadiganidek
Menga muvaffaqiyat tilab qo'lingizni bering, Frau Leonora. Chap qo'limnimi yoki o'ngimnimi? Chapni bera qoling. Yurakka yaqinroq. Indinga qaytaman. Yo chikka-yu yo pukka. Ko'nglim sezib turibdi. Ishim o'ngidan keladiganga o'xshaydi. Xo'p, xayr. Mening azizlarim, Jemma, 1 minutga o'z xonangizga chiqing. Jemma, Sen bir umrga senikiman degan gapingni unutmaysan? Tezda qaytib kelasan? Albatta. Men faqat senikiman. Ishim bitsa, qanot bog'lab uchib kelaman. Aziz, jonim, men seni sabrsizlik bilan kutaman. Xayr. Frankfurtdan Wiesbadengacha bo'lgan yo'lni 1 soatda bossa bo'ladi. Polozov atrofidagi ajoyib manzaraga ham, yonidagi do'stiga ham parvo qilmay, ko'zlarini yumgan holda pishillab o'tirib ketmoqda edi. Nega kulyapsan? Ikkalamizning sayohatimizga kulyapman-da, og'ayni. Sayohatimizga nima? Juda qiziqda. Kecha xuddi sen Xitoy imperatoridek xayolimga ham kelmaganding. Mana bugun umrimda ko'rmagan odamim. Sening xotiningga o'z yerimni sotish uchun ketyapman. Dunyoning qiziq ishlari ko'p. Yashasang ko'raverasiz. Ippolit Sidorich, qani menga aytchi. Xotining o'zi qanaqa odam? Unga qanday muomala qilishim kerak? Xotinimmi? Odamdagi odam. Faqat uning oldida qo'lingni og'zingga olib borma. Yomon ko'radi. Ko'proq qiziqarli narsalardan gapirib ber. Masalan, o'z muhabbating haqidami, ish qilib qiziq narsalardan-da. Qanaqa qiziq narsalarni? Ana u birovni yaxshi ko'rib qoldim, shunga uylanaman deyapsan-ku. Ha? O'shani gapirib bera qol. Kareta Wiesbadenda xuddi qasrga o'xshab qurilgan dabdabali mehmonxona oldida to'xtadi. Sirli qo'ng'iroqlar chalinishi bilan hamma yugur-yugurga tushib qolib, Polozovni kutgani chiqishdi. Polozov tantana bilan karetadan tushib, gilamlar to'shalgan zinadan chiqa boshladi. Sanin 1-2 daqiqa o'rtog'ining shohona holatini kuzatib turdi-da, endi gap ochay deb turgan edi. Yon xonaning eshigi ochilib, u yerdan oq shoh ko'ylak kiygan yoshgina ayol Mariya Nikolayevna Polozova chiqib keldi. Ayolning bo'yin va qo'llarini brilliantlar bezatib turibdi. 2 o'rim uzun sarg'iz sochlari orqasiga tashlab qo'yilgan. Oy. Kechirasizlar. Men sizni kelganingizni bilmabman. Marhamat. Mana bu Sanin Dmitriy Pavlovich maktabdoshim. Xabarim bor. Sen menga aytgan eding. Tanishganimizga xursandman. Ippolit Sidorich, sendan bir nimani iltimos qilmoqchi edim. Sochingni tuzatib qo'yaymi? Ha, tezroq bo'la qol. Kechirasiz. Hech qisi yo'q. To'g'rilasam, to'g'rilay. Bo'ldi endi loppi. Uyqung ham kelganga o'xshaydi. Mana, qo'llarimni o'pdi, o'z xonangga jo'na. Biz janob Sanin bilan gapirishib olaylik. Uyqum-ku kelgani yo'q. Ketishga ketaveraman. Mayli, qo'lingni ham o'psam, o'p qo'ya qolay. Qani, endi gapiring. Rostdan ham uylanmoqchimisiz? Ha, shunaqa. Kimga? Chet ellik ayolgami? Ha. Anchadan beri tanishmisiz? O'zi Frankfurtdanmi? Xuddi shunday. Kim ekan u qiz? Bilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bir qandolatchining qizi. Bu juda yaxshi-ku. Men bizning davrimizda sizga o'xshagan yigitlardan qolmagan deb o'ylar edim. Juda yaxshi. Qandolatchining qizi. Bu sizni hayron qilyapti shekilli.
Birinchidan, men kishining nasl nasabiga ahamiyat bermayman. Birinchidan, men bunga hech hayron bo'layotganim yo'q. Men ham unaqa narsalarga ahamiyat bermayman. O'zim dehqonning qiziman. Faqat sevishdan qo'rqmaydigan odamni uchratganimga hayron bo'layapman xolos. Siz uni sevarmishsiz? Ha, sevaman. Juda chiroylimi? Bilasin, Marinka ayolni. Har kimniki o'ziga oy ko'rinar ko'zga deydilar. Ammo mening qaylig'im haqiqiy noyob go'zallardan. Rostdan. Italyankalarga o'xshaydimi yoki antik davrdagi go'zallargami? Ishqilib har taraflama kelishganda. Yoningizda rasmi yo'qmi? Yo'q. Oti nima? Jemma. Siznikichi? Dmitriy. Otangizning ismichi? Pavlovich. Bilasizmi, Dmitriy Pavlovich? Siz menga juda yoqib qoldingiz. Yaxshi odam ko'rinyapsiz. Qani, qo'lingizni beringchi. Siz bilan yaqin do'st bo'laylik. Faqat bilasizmi, menga bir fikr keldi. Qanaqa fikr? Aytsam xafa bo'lmaysiz-a? Siz hadeb qaylig'im deb gapiryapsiz. O'shanaqa deyishingiz shartmikin? Men sizga tushuna olmayapman, Marina Nikolayevna. Juda qat'iy ekansiz-ku. Rossiyaning qaysi guberniyasidan dedingiz? Tula guberniyasidan. Shunaqa deng. Ham qishloq chiqib qoldik. Mening otamning kimligini bilasizmi? Ha, bilaman. U ham Tulalik edi. Xo'p, yaxshi. Qani, endi ishga o'taylik. Ya'ni nima demoqchisiz? Nega bu yerga keldingiz? Menga yeringizni sotmoqchisiz. Shundaymi? Uylanishingiz uchun pul kerak. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ko'p pul kerakmi sizga? Avvaliga bir necha ming frank olib tursam kifoya. Ippolit Sidorich meni yaxshi biladi. U kishi bilan maslahatlashsangiz ham bo'ladi. Birinchidan, men bunaqa ishlarda u bilan maslahatlashishni yomon ko'raman. Ammo pardoz andozlarimni sotib olishda uning tengi yo'q. Ikkinchidan, nega arzongaroq sotib olaman deysiz? Men sizning hozirgi paytda muhabbatdan ko'r bo'lib qolganingizdan foydalanmoqchi emasman. Vaqti kelganda men odamlarni ayamayman. Ammo bu yo'l bilan emas. Sizni yeringizni olish men uchun ham foydali. Ammo o'ylab olish uchun menga 2 kun muhlat bersangiz. Atigi 2 kun qaylig'ingizni ko'rmay turishga chidaysizmi? Keyin men sizni ixtiyoringizdan tashqari 1 minut ham olib turmayman. 5-6 ming frankni men sizga qarzga ham berib turishim mumkin. Rahmat. Butunlay tanimagan odamingizga shunchalik yaxshilik qildingiz. Minnatdorman. Mayli. Xohlasangiz 1-2 kun kutaman. Ha. Men shunday bo'lishni xohlar edim. Dmitriy Pavlovich. Ammo sizga juda og'ir bo'ladi. Shunaqami? To'g'risini ayting. Men o'z qaylig'imni juda sevaman, Marina Nikolayevna. Albatta undan uzoq bo'lish yengil emas. Siz oltin odam ekansiz. Xo'p, mayli. Sizni qiynamaslikka harakat qilaman. Nima, ketmoqchimisiz? Ha, vaqt ham ancha bo'lib qoldi. Ha, albatta. Yo'l yurib, uning ustiga erim bilan karta o'ynab charchagandirsiz. Siz Ippolit Sidorichning yaqin o'rtog'imisiz? Bir pensionda ta'lim olganmiz. U o'shanda ham shunaqamidi? Qanaqa demoqchisiz? Ertaga barvaqtroq keling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p. O'sha kuni Sanin yashagan xonaning chirog'i yarim kechagacha o'chmadi. U o'z jemmasiga xat yozish bilan band. Azizim Jemma. Uchrashishimizga sanoqli kunlar qoldi. 3 kundan so'ng yana sening oldingda bo'laman. Jonginam,
uzoq masofa ham sen bilan meni yiroqlashtirmaydi. Hamisha sen o'zim bilan birgasan. Ertasiga azonda Sanyin xatni pochtaga olib borib tashladi-da, Visbadenning eng ko'rkam bog'lardan birini tomosha qilish uchun kirdi. Bog'da odam kam. Orkestr zavq bilan qandaydir kuyni ijro etmoqda. U kofe ichib olib, kichkina alleyalarning biridagi skameykaga borib o'tirdi. Shu payt kimdir yelkasiga zo'ntik dastasini tekkazganini sezdi. Qaradi. Tepasida kulrang ko'kish ko'ylak, oq shlyapa, Shvetsiya perchatkasi kiyib olgan Mariya Nikolayevna turar edi. U negadir bugun odatdagidan ham go'zallashib ketibdi. Salom. Salom, keling. Oldingizga odam yuborsam ketib qolsiz. Sog'lig'imni mazasi yo'qmi bilmayman. Bu yerda menga qandaydir suv ichirishadi. Hozir shuning oxirgi stakanini bir amallab yutdim. Endi 1 soat sof havoda aylanishim kerakmish. Agar xohlasangiz, hamrohim bo'ling. U ana u yerga borib kofe ichamiz. Men kofe ichgan edim, ammo siz bilan bajonidil sayr etaman. Juda yaxshi. Qani menga qo'lingizni bering. Qo'rqmang. Qaylig'ingiz uzoqda, baribir ko'ra olmaydi. Yuring. Ana u yoqqa boramiz. Bu parkni men 5 barmog'imdek bilaman, lekin iltimos, hozir o'sha olish sotishni og'izga olmaysiz. Xo'pmi? Nonushtadan so'ng gaplashamiz. Hozir siz menga o'z haqingizda gapirib bering. Axir men qanaqa odam bilan javob muomala qilayotganimni bilishim kerak-da. Keyin, agar siz xohlasangiz, men ham o'z haqimda gapirib beraman. Kelishdikmi? Sanin avvaliga xohlamay gap boshladi. Keyin shunday berilib ketdiki, hatto ba'zi ortiqcha so'zlarni ham aytib yubordi. Mariya Nikolayevna diqqat bilan uni tinglar, o'rni kelganda unga o'z afzalliklarini namoyish qilib olishlikni unutmas edi. Ular shu bog'da 1 soatcha aylanishdi. Ko'pincha oldidan Mariya Nikolayevnaning tanish-bilishlari chiqib qolar, unga itoatkorlarcha ta'zim qilib o'tar edilar. Hatto ularning biri uzoqlashganda Mariya Nikolayevna unga qichqirib qoldi. Graf, bugun ham, ertaga ham biznikiga kelmang. Sizni qabul qilishga vaqtim yo'q. Kim u? Bumi? Fransuzlardan biri. Bu yerda bunaqalardan ko'p sanqib yurar ekan. Jazmanlarimdan. Kofe ichish kerak edi. Yuring, uyga qaytamiz. Qorningiz ham ochib ketgandir. U yoqda bechora Loppeginamning ham ko'zi to'r bo'lib o'tirgandir. Loppeginam ko'zi to'rt bo'ldi. Qiziq. Keldingmi? Ha? Kutaverib zerikib ketdim. Endi kofini o'zim ichmoqchi edim. Zarari yo'q. Biroz xunob bo'lgan bo'lsang, bu senga foyda. Tepsa tebranmasliging sal qolar. Mana mehmon olib keldim. Ha, tezroq zamon qil. Eng yaxshi kofedan keltirishsin. Tezroq bo'la qol. Bugun juda xursand ko'rinasiz, Mariya Nikolayevna. O'zi tinchlikmi? Bu sizning ishingiz emas, Ippolit Sidorovich. Tezroq zvonok qil. Dmitriy Pavlovich, siz o'tiring. Ikkinchi marta bo'lsa ham kofeni ichasiz. Bu yurish qanday yaxshi narsa-ya. Dunyoda bundan ham gashliroq narsa bo'lmasa kerak. Albatta, bu yog'inga ko'nadigan kishilar bo'lsa, xuddi shundayda. Men shuning uchun xursandman. Ayniqsa sen bilan mazza. Shunday emasmi, Loppa? Ana, kofe ham tayyor bo'pti. Dmitriy Pavlovich, bugun men bilan teatrga borasizmi? Borasiz. Borasiz. Shunday emasmi? Barakalla. Ha, sen-chi Loppa? Sen ham borasanmi? Sen nima desang shuda? Bilasanmi? Yaxshisi sen qola qol. Baribir nemis tilini tushuna olmaysan, u yerga borib uxlagan. Undan ko'ra tegirmonchining xatiga javob yoz. Aytganingiz bo'lmaydi degan javob qil. Mana senga ermak, zerikmay o'tiraverasan. Xo'p.
Juda yaxshi. O'zing ham qiyomatsan-da. Endi asosiy masalaga o'taylik. Indingi ishingizni bir yo'qlik qilaman degan edim. Mening odatim hamisha va'damni ustidan chiqish. Shunday emasmi, Ippolit Sidorovich? Haqiqatan siz hech kimni aldamaysiz. Qani, Dmitriy Pavlovich, boshlang. Sanin yana ikkinchi marta o'z yeri, dehqonlari haqidagi suhbatni boshidan boshladi. Mariya Nikolayevna suhbat orasida eridan kulib, hazir qilib o'tirardi. Juda yaxshi. Joyingiz haqida endi menda tasavvur bor. Har bitta dehqon uchun necha pul so'raysiz? 500 so'mdan kam emas. Mayli. Mayli. Menga ham ma'qul. Ammo men sizdan 2 kun muhlat so'raganman. Ertagacha sabr qilasiz. Oldiniga xohlagan ishchi pul berib turishi mumkin. Bo'pti. Buguncha shu yerda to'xtasak ham bo'ladi. Biroz dam ham olish kerak-da. Mendan xafa emasmisiz? Yo'q, Mariya Nikolayevna. Sizdan nega xafa bo'lay? Qiynaganimga-da. Hali bunisi holi-va. Shoshmay turing hali. Xo'p, xayr. Xayr. Sanin Mariya Nikolayevnadan ajralganda o'zini juda yengil va erkin tutar edi. Haqiqatdan ham u bilan birga o'tkazilgan vaqtdan so'ng anchagina dam olishga muhtoj bo'lar edi kishi. Tavba. Yetti uxlab bir tushimga kirmagan ayol. Odam bo'lib begona xotin qiz bilan shunchalik uzoq suhbatlashmagan edim. Buni Jemma bilsa nima derkin? Nima derdi? Men unga xiyonat qilayotganim yo'q-ku. Bularning hammasi Jemma uchun, unga tezroq yetish uchun bo'lyapti-da. Qani endi iloji bo'lsa-yu, qanot chiqarib Frankfurtga uchsam, o'sha qadrdon ostonani xatlab Jemmagnamni ko'rsam. Lekin nachora. Keyin biror joyga borib ovqatlanishim kerak. Yana mana bu teatrni aytmaysizmi? Bu ham tantilikning bir belgisi bo'lsa kerak. Ering bo'lsa, teatrga o'sha bilan bor. Nega har qadamimda ham, hayolimda ham o'rlashib beradi-ya? Mayli. Ertagacha chidash kerak. Ertaga hammasiga chek qo'yiladi. Lekin ertaga ruxsat berarmikan? Sanin har qancha istamasa ham soat 3larda eng yaxshi fragini kiyib, Polozovlarnikida hozir bo'ldi. Soat 7ga zang urganda kelner karetani tayyorligini bildirdi. Teatrga borib, lojalarga kirganda Mariya Nikolayevna mumkin qadar o'zini panaga olib o'tirishga urindi. U hech kimga ko'rinishni istamas edi. Piyesa boshlanishi bilanoq sahnaga orqasini o'girib olib, Saninni gapga sola boshladi. Mening eng yaxshi ko'radigan narsamni bilasizmi? Sal sezyapman. Ozodlikmi? Ha, Dmitriy Pavlovich. Men hamma narsadan ham erkinlikni yaxshi ko'raman. Endi nega Ippolit Sidorovich bilan turmush qurganimga tushungandirsiz? Men sizga bularni sizni juda yoqtirib qolganimni aytyapman. Sizning boshqa bir qizni sevishingizni bila ko'ra turib aytyapman. Nihoyat piyesa tugadi. Mariya Nikolayevna Sanindan yelkasiga ro'molini tashlab qo'yishni iltimos qildi. So'ng Saninni qo'ltiqlab koridorga chiqdi. U yerda Dongyop ularni kutib oldi. Karetangizni chaqiraymi, xonim? Hojati yo'q. Bu vazifani lakeyimning o'zi qiladi. Shu yerda qoling. Siz, Dmitriy Pavlovich, men bilan yuring. Yuring. Nega kulyapsiz? Kechirasiz. Kechirasiz. Miyamga kelgan bir fikrdan kuldim. Endi Dongyov men uchun ham sizni duelga chaqirsa-ya. Shunaqa yaqin tanishmisiz? Shumi? Ha, u meni yugurdagim-ku. Mayli, uni qo'ya turaylik. Sizga bir iltimosim bor. Bu oxirgi iltimos.
Siz shunday oliyjanob kishisizki, bu iltimosimni ham qaytarmassiz. Yana 3 kundan keyin men Parijga, siz esa Frankfurtga qarab ketasiz. Bu qanaqa iltimos? Ot minishni bilasizmi? Bilaman. Ertaga ertalab siz bilan shahardan tashqariga chiqamiz. Biz bilan 2 ta ajoyib ot bo'ladi. Biroz sayr qilib, aylanib kelamiz. Shu bilan vassalom. Ish tamom. Siz ham o'z yo'lingizdan ketasiz, men ham. Rozimisiz? Roziman. Xo'rsinib qo'ydingiz-a? Bechora. Mayli. Har qalay oldin odamsiz. Men ham va'dasi ustidan chiqadiganlardanman. Samimiy do'stligimiz hurmati. Mana, sizga perchatkasiz chap qo'lim. Xayr. Xayr. Ertasiga ertalab Mariya Nikolayevna safar kiyimida Sanin eshigini taqillatdi. U ham tayyor bo'lib pastga tushganda ularni 2 ta ot kutar edi. Mariya Nikolayevna yengillik bilan otga minib oldi-da, yo'l boshladi. Sanin ham uning ketidan yo'l oldi. Havo juda mayin, yoqimli. Yosh shabbodasi yelib turibdi. Mariya Nikolayevna ham juda xursand. Bugun ayniqsa ochilib ketdi. Mana shunaqasiga yashasang arziydi. Sizga o'rmon, tog'larni ko'rsataman degan edim. Ana u oqarib turgan tog'. Ana unisi esa yo'l. Yuring, o'sha yoqqa boramiz. Mariya Nikolayevna sekin sezdirmay yig'ishtirib qo'yilgan sochlarini tushirib yubordi. 2 ta uzun kokil uning kelishgan qomatini ko'zlaganday tebranar. Ajoyib havo ta'sirida qizarib ketgan Mariya Nikolayevna tinmay kular edi. Sanin ham negadir xursand. Dmitriy Pavlovich, yoshingiz nechida? 22 da. 22? Ha. Men ham 22 daman. Yoshlik qanday yaxshiga. Ikkalamizni yoshimizni bir qilganda ham hali qarilikka ancha bor ekan. Juda isib ketdim. Qizarib ketibmanmi? Yo'q. Loladek ochilibsiz. Tezroq o'rmonga yetsak edik. U yer ancha salqin. Men shu qadimiy keksa o'rmonda qalin do'stimga o'xshataman. Sizning ham do'stlaringiz bormi? Bor. Faqat ko'p emas. Lekin o'shalarning ham haqiqiylari kam. Mening haqiqiy do'stlarim bor. Faqat qari emas, hammasi ham yosh. Mana bu otni olaylik. Qarang, qanday avaylab olib kelyapti. Qanday yaxshi. Nahotki indinga Parijga ketsam. Nahotki. Siz Frankfurtga? Ha. Men albatta Frankfurtga. Mayli. Nima bo'lsa bo'lar. Lekin bugungi kun bizniki. Faqat o'zimizniki. Ana, o'rmonga ham keldik. To'xtang. Mana bu maysazorda dam olgim kelyapti. Otdan tushishga yordam bermaysizmi? Endi sochlarimni tuzatib olay. Mana endi hammasi joyida. O'tirmaysizmi? Bo'lmasa men ham turaman. Qo'lingizni bering. Yaxshi. Endi mingashtirib yuborarsiz. To'rt soatdan so'ng Mariya Nikolayevna bilan Sanin Visbadendagi mehmonxonada hozir bo'lishdi. Xuddi o'sha kuni Sanin o'z xonasida Mariya Nikolayevnaning oldida tiz cho'kib turar edi. Xo'sh. Biror qarorga keldingmi?
Parijga ketasanmi, Frankfurtgami? Men sen qayerda bo'lsang, shu yerda bo'laman. To o'zing haydamaguningcha sendan ajralmayman. Nima qilsang qil, ixtiyorim o'zingda. Eski xatlarni tita turib, kichkinagina butni ko'rib qolgan Dmitriy Saninning ko'z o'ngida ana shu manzaralar birin-ketin oqib keta boshladi. Yuqoridagi voqealar xuddi jonga kirgandek Sanin ko'z oldida gavdalanadi. U o'zining Mariya Nikolayevnaning oyoqlariga yiqilgan kuniga kelganda o'rnidan turib ketdi. Bu yog'ini eslagisi kelmas. Shuncha yil o'tib ketgan bo'lsa ham bo'lib o'tgan voqealarni eslashga uyalar edi. Mana shularning hammasi o'sha birgina bema'nigarchilikning natijasi. Jemma hadya qilgan but. Nega shu kungacha hech qo'limga tushmagan ekan? Shu qadar kuchli ehtiros bilan sevganim, birinchi muhabbatimni qanday qilib sevishni xayolimga ham keltirmagan ayolga alishdim. Oh, Jemma, hozir qayerda ekansan? Qani endi bir ko'rsam. Boraman. Albatta boraman. Men uni qidirib topaman. Sanin Frankfurtga kelib yana to'g'ri o'sha qadrdon oqqush mehmonxonasiga tushdi. Frankfurt ko'chalari uncha o'zgarmagan. Lekin Rozelli xonimning uyidan nomi nishon ham qolmagan edi. U birinchi marta Jemma bilan uchrashgan bog'ga kirdi. Bog' 30 yil o'tib ketgan bo'lsa ham o'sha go'zalligini yo'qotmagan. U yerda faqat bir kimsa Sanin axtarayotgan Jemma yetishmas edi. Jemma turmushga chiqib, oilasi bilan Amerikaga, Nyu-Yorkka ko'chib ketgan edi. Dongyopning yordamida o'sha kishidan Jemmaning adresini ham topdi. Sanin o'sha kuniyoq Jemma Slokum xonim nomiga xat yozib yubordi. Jemma, bu satrlarni sizning eski do'stingiz Dmitriy San yozyapti. Men sizning esingizni topish uchun Frankfurtga kelgan edim. Maktubni ham o'sha yerdan yozyapman. Bilaman, bularning hech biriga mening haqqim yo'q. Ehtimol o'zingizning tinch, osuda hayotingiz ichida meni allaqachon xayolingizdan ham chiqarib yuborgandirsiz. Lekin bir narsa, siz sovg'a qilgan kichkinagina but mening hayotimni ostin-ustun qilib tashladi va sizga yozishga qaror qildim. Men hozir yolg'izman. Hayotimni yaxshi qura olmadim. Men so'nggi marta o'z gunohimni sizning oldingizda bo'ynimga olish, oxir chog'i xatomga iqror holda tinchgina o'lish niyatida shu maktubni yozdim. Agar men uchun notanish bo'lgan ajoyib hayot qo'ynida qanday yashayotganingizni yozib yuborsangiz, xursand bo'lardim. Menga birorta so'z bilan javob bersangiz, juda savob ish qilgan bo'lardingiz. Sizning oliy janob qalbingiz faqat yaxshilikni biladi. Men bunga aminman. Xatimga javob olsam, o'lguncha sizdan minnatdor bo'lardim. Men Oqqush mehmonxonasiga tushganman. Javobingizni intizorlik bilan kutaman. Nihoyat kunlarning birida
uni nomiga Nyu-Yorkdan xat keldi. Jemma. Jemma. O'zining qo'li. Xatning oxiriga familiyasiz faqat o'z nomini qo'yibdi. Mana shuning o'zi ham meni kechirgani. Jemma. Kichkina aziz Jemma. Rasmi ham bor ekan-ku. Jemma. Xuddi o'sha birinchi bor ko'rganim, bundan 30 yil burungi navqiron Jemma. O'sha ko'zlar, o'sha o'ziga yarashgan tabassum. Mening qizim Marianna. Sanin o'sha zahotiyoq xatga javob yozdi. Jemmaning qizi Mariannaga sovg'a qilib, marvarish shodasi bilan bezalgan buchchani Marianna Slocumga notanish do'stidan deb yozib yubordi. Bu sovg'a juda qiymatga tushsa ham 30 yil ichida yetarli mol-mulk yig'ib olgan Sanin uchun og'ir emas edi. Mayning birinchi kunlarida u Peterburgga keldi. Lekin uzoq muddatga emas. Aytishlariga qaraganda, Sanin o'z yerini sotib Amerikaga ko'chib ketmoqchi emish. Ivan Turgenev Bahor toshqinlari